Assalomu alaykum azizlar. Barchaga xayrli kun. Bu hafta barchamizga barakatli bo'lsin. Bu haftamiz xayrli bo'lsin. Faqat yaxshi xabarlar kelsin. Bu issiqlar ham Allohning marhamati. Xudo xolasa issiq kunlar ham o'tib, yaxshi kunlar ham, sovuq kunlar ham qaytib keladi. Lekin hammasida bir yaxshi xislat bor. Men bir ma'lumotni aytmoqchiman. Hozirgi paytda O'zbekistonimizda yaxshi Amerikani 20 yillik tarixga ega bo'lgan dunyoda birinchi raqamli onlayn turistik kompaniya kirib kelgan. Bu kompaniyada sizlar turizm sohasidagi barcha servislarni, ya'ni otel, kurort, bir haftalik dam olishlar, transferlar, aviachiptalar, avtomobil ijarasi va albatta kruizlarni bemalol cheklanmagan miqdorda eng arzon narxlarda olishingiz mumkin. Hozirgi paytda sayohatlarni qiroli bo'lgan kruizlarga juda ko'p insonlar qiziqyapti. Mana kruizlarga bizdan ketishyapti. Biz kompaniya orqali bemalol to'g'ridan to'g'ri shu kruiz kompaniyalaridan o'zidan olasizlar. Bu platformada. Hech qanaqangi cheklamasi yo'q. Xohlang 10 ta kayuta oling, xohlang 20 ta kayuta oling, o'zini o'sha ulgurji narxda, ya'ni optik narxda olib sayohatga chiqib kelasiz. Oila sababga ko'ra bemalol kompaniyani boshqa sanaga o'zgartirish mumkin yoki odamlarni almashtirishingiz mumkin yoki kerak bo'lsa kompaniyani o'sha qonun qoidasi bo'yicha ya'ni o'sha bronni qaytarib olishingiz ham mumkin. Lekin bu kompaniya hozirgi paytda yangi kompaniya, O'zbekistonga kirib kelgan bo'lsa ham, lekin hozirgi paytda Yevropada juda ko'p insonlar bu kompaniya orqali sayohatga chiqayotgani sababli kompaniyada Bratislavada bu kompaniyani o'zini shaxsiy ofisi ochilmoqda. 14-16 avgust kuni katta ochilish bo'ladi. Yana qiziqarli shuki, bu kompaniyada raqamlashtirilgan holatda hozir ish olib bormoqda va sun'iy intellekt sistemasi kirgizilgan. Bu butun dunyo bo'yicha onlayn turizm kompaniyasida birinchi marta sun'iy intellekt orqali ishlaydigan kompaniya bo'lib qolmoqda. Barchangiz taklif qilaman, qanday savollar bo'lsa bemalol yuboring. Telefonim 90 910 44 10. Salomat bo'linglar.